Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixining navbatdagi mavzulari, ya'ni mintaqada islom dinining yoyilishi degan mavzusini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, demak, boshladik. Xo'p, esinglarda bo'lsa, arablarning kirib kelishi haqida mavzularni o'tdik sizlar bilan. Arablar kirib kelgandan keyin o'zlari bilan birgalikda islom dinini ham olib kelishadi va bizlarning hududimizda islom dinini tarqatishga harakat qilishgan. Lekin mavzuni boshlashdan oldin sizlarga bitta narsani tushuntirib beray. Islom dinini bizani xalqlarimizni qabul qilish oson bo'lmagan. Sababi mana tasavvur qilib ko'ring, siz va sizning ota-bobolaringiz necha ming yillardan beri bitta dinga e'tiqod qilib kelyapsizlar va yaqindagina yangi din paydo bo'ldi degan e, gap chiqdi va tarqaldi. Siz dedi shu dinga o'ting desa, o'z ixtiyoringiz bilan hech qachon o'tmaysiz. Shuning uchun ham bu davrda e, aholi qisman majburlab dinga olib kirish holatlari bo'lgan, islom diniga majburan olib kirish holatlari bo'lgan. Hozir buni demak nimada ko'rib chiqamiz. Nima uchun majburan olib kelgan? Buni yana bitta sabablaridan bittasi bor. Mana islom dinining qanaqa din ekanligini bilish uchun albatta Qur'oni Karimni o'qib chiqish kerak. Lekin bu davrda bizning aholimizning katta qismi arab tilini, Qur'oni Karim nimaligini, unda nimalar yozilganligi, islom dini qanaqa din ekanligidan umuman butunlay bexabar bo'lgan. Shuning uchun ham bu dinni qabul qilishi ularda oson kechmagan. Keyinchalik mana islom diniga kirgandan keyin o'sha diniy ilmlar rivojlangandan keyin islom dini naqadar bir mukammal din ekanligini undan keyin tushunib yetishdi. Va mana allomalarimiz buni ilmiy jihatdan ham o'zini asarlarida asoslab berishadi. Demak, hozir mavzuni ko'rib chiqamiz. Dinning tarqalishiga nimalar yordam berdi? Mana shu narsalar haqida sizlar bilan bugun gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, arablar bu yerga kirib kelgan paytida Turon ikkita qismga bo'lingandi. Birinchi qismi Mavrun Nahr, ya'ni hozirgi O'zbekiston hududi, Sirdaryo bilan Amudaryo oralig'idagi hududlar. Ikkinchisi Aroda at-Turk, ya'ni turklar yerlari, ya'ni hali arablarga bo'ysunmagan, islom dinini qabul qilmagan turklar ham bor edi. O'sha yerlar kabi ikkita qismga bo'lingan. Islom dinining Turonda tarqalishiga qator omillar ta'sir ko'rsatdi, deyapti. Abu Muslim qo'zg'oloni davrigacha islomdan oldingi davr hukmdorlari o'z mavqelarini saqlab turdilar. Ular mahalliy aholini boshqarish va ulardan arablar uchun soliq yig'ish vazifalarini bajargan. Abu Muslim qo'zg'olonigacha shunaqa bo'lgan. Arablar ko'pgina imtiyozlarga ega edilar. Islom dinini qabul qilgan mahalliy aholi ham jamiyatda arablar kabi imtiyozlarga ega bo'lardi. Abu Hanifaning arab bo'lmagan musulmonlarning teng huquqli ekanligi haqidagi g'oyasi ularning jamiyatda kamsitilishiga qarshi sa'y-harakatlarning Turonda ham joriy etilishi mintaqada islom dinining keng tarqalishi uchun imkon yaratdi, deyilyapti. Xo'p, qaranglar. Shu joyda yana bitta narsani tushuntirib ketay. Mana Abu Hanifa o'zi kim? Bizda islom dinida oqimlar bor, to'g'rimi? Oqimlar bor, ta'limot bor. Islom oqimlari, islom ta'limoti bor. Bizada sunniylik oqimida mazhablarimiz bor. Shulardan Hanafiylik mazhabining asoschisi bu Abu Hanifa bo'ladi, mana shu kishi. Hanafiylik mazhabining ikkinchi nomi Imomi Azam mazhabi deb ham ataladi. Shuning uchun mazhabing nima deganda Imomi Azam mazhabi deb javob berishadi. Lekin bu yerda biz hozir Hanafiylik mazhabi desak, ikkalasi ikkita mazhab ekanligini xayolga bormanglar. Ikkalasi bitta mazhab. Hanafiylik mazhabi ham, Imomi Azam mazhabi ham bitta narsa. Tushunarli-a? Xo'p, endi islom haqida gapirganimizda qaranglar, islomda o'rta asrlarda 3 ta oqim bo'lgan. Bular sunniylik oqimi, shiyalik oqimi va xorijiylik oqimi bo'lgan. Lekin hozirgi kunda ikkita oqimi bor. Bular sunniylik oqimi va shiyalik oqimi. Shiyalik eng ko'p tarqalgan hudud bu Eron. Sunniylik juda ko'p joylarda tarqalgan, ya'ni butun boshli islom olamining 90% dan yuqori qismi sunniylikka e'tiqod qilishadi. Qolgan qismi esa shiyalikka e'tiqod qilishadi. Biz shiyalik haqida emas, balki bugun sizlar bilan sunniylikning mazhablarini ko'rib chiqamiz.
Birinchi mazhabi bu Hanafiylik mazhabi Abu Hanifa. A, Sunniylikka e'tiqod qiluvchi musulmonlarning eng ko'pi Hanafiylik mazhabida bugungi kunda. Nega? Sababi Hanafiylik mazhabida ijtimoiy tenglik bor. Ya'ni o'sha paytida arablarda shunaqa tushuncha bo'lgan. Arablar islomni birinchi qabul qilgan va barcha imtiyozlardan arablar foydalanishi kerak. Qolgan musulmonlar esa arablardan bir pog'ona past bo'ladi degan tushuncha bo'lganda, shunaqa g'oya bo'lgan. Lekin bu narsani keyinchalik Abu Hanifa bizani hududimizda islomda barcha teng degan g'oyani ilgari suradi. Ya'ni arablar islomda qanday huquqlarga ega bo'lsa, boshqa musulmonlar ham xuddi shunday huquqlarga ega degan g'oyani ilgari surgan. Shuning uchun ham biz bu g'oyaga ergashganmiz va bu kishining Hanafiylik mazhabini qabul qilganmiz. Mana bu narsa ham bizada islom dinining tarqalishiga yordam bergan ekan. Endi keyingisi, islom dinining asosiy manbalaridan biri bu hadis hisoblanadi. Bilasizlar, Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadi. Hadis yig'ishda buyuk vatandoshlarimiz Abu Abdulloh Buxoriy, Imom Termiziy, Hakim Termiziy, Imom Dorimiylarning xizmatlari katta. Eng ulkan vazifani Imom Buxoriy amalga oshirgan. Bilasizlar, mana bu ham islom dinining bizani o'lkamizda yoyilishiga, aholi o'rtasida yoyilishiga xizmat qilgan jihatlardan biri. Sababi hadislarni o'qib ham biz islom dinining naqadar bir mukammal din ekanligini anglab yetishimizga yordam bergan hadislar. Xo'p, endi islom ta'limotiga ko'ra payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam nomlarini aytayotganimizda biz albatta sollallohu alayhi vasallam degan atamani ishlatamiz. Ko'pchilik buning ma'nosini bilmaydi. Nima ekan bu degani? Qisqartmasi SAV deb yoziladi. Bu degani unga Allohning rahmati va salomi bo'lsin degan ma'noni bildiradi. Muhammad sollallohu alayhi vasallam degani Muhammadga Allohning rahmati va salomi bo'lsin degan ma'noni bildiradi o'zbekchada. Tushunarli? Bu narsani bilishimiz kerak. Endi alayhissalom degani qisqachasi unga salom bo'lsin degani. Tushunarli? Bu narsani bilishimiz kerak. Endi mazhablarga bevosita to'xtalib o'tamiz. Xo'p, men diniy olim emasman. Men faqat tarixini aytib berishga haqqim bor. Haqiqiy o'sha islomiy jihatlarini esa albatta diniy ilmga ega bo'lgan kishilar aytib berishadi. Shuning uchun men o'zimning ilmim jihatidan sizlarga mazhablarni tushuntirib berishga harakat qilaman. Hozir bu bo'yicha bitta hadis ham bor. Endi mavzudan sal chetlashsak ham aytib o'taman. Hadislardan birida rivoyat qilinishicha, kunlardan bir kuni bitta kishi payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning yonlariga kelib so'radilar. Bahor kirib keldi, daraxtlarni changlatish kerak, qanday usuldan foydalanaylik deb so'rashganlarida payg'ambarimiz bu sohaning bilimdonidan so'ranglar deb javob bergan ekanlar. Demak, har bitta sohada o'zini bilimdoni, o'zini ilmiy kishisi bo'ladi. Shuning uchun men faqat tarix bo'yicha gapirishga haqqim bor. Diniy ilm bo'yicha esa albatta din olimlari, din vakillarining o'zini haqqi bor. Shuning uchun ya'ni tushunamagan joylaringizni ilm o'sha diniy kishilardan so'rasangiz bo'ladi. Demak, hozir men sizlarga mazhabni tushuntirib beraman. Mazhab o'zi nima? Mazhab degani bu yo'l degani. Mana islomning sunniylik oqimida 4 ta mazhab bor. Hanafiylik, Hanbaliylik, Molikiylik va Shofiylik degan 4 ta mazhab bor. 4 tala mazhab ham xato emas. Hozir tushuntirib beraman. 4 talasi ham biz uchun teng mazhablar hisoblanadi. O'zi mazhab nima? Nimasi bilan bir-biridan farq qiladi? Nega biz Hanafiylikdamiz? Degan savolga o'sha mavzuni tushuntirishim jarayonida tushunib yetasizlar. Mazhab bu islom diniga e'tiqod qilishimiz uchun mazhablar bir-biridan farq qilmaydi. Mazhab faqat ma'lum bir masalada qanaqadir qaror chiqarishda bir-biridan farq qilishi mumkin. Masalan, aytaylik, bitta odamning 3 ta o'g'li bor, lekin vasiyatnoma qilmasdan vafot etdi deylik. Lekin vasiyat kimga tegishini 4 ta mazhab 4 xil qaror chiqarib berishi mumkin. Misol uchun, endi buni misol uchun deb aytyapman.
Hanafiylik mazhabi aytishi mumkin, kichkina o'g'ilga o'tadi deyishi mumkin endi misol uchun. Hanbaliylik aytishi mumkin, katta o'g'ilga o'tadi deyishi mumkin. Va boshqalar aytishi mumkin, uchala o'g'il o'rtasida teng taqsimlanadi deyilishi mumkinda. Mana shu jihatdan, ya'ni qaror chiqarish nuqtai nazaridan mazhablar bir-biridan farq qiladi. Tushunarli? Endi boshqa jihatlari ham bordir. Endi men tushunganim bo'yicha hozir mana bu kitobda mana shu jihatlari berilgan. Shu jihatni sizlarga tushuntirib beraman. Demak, boshladik. Birinchisi Hanafiylik mazhabi. Hanafiylik mazhabining asoschisi Abu Hanifa, to'liq nomi Nu'mon Sobit Kufiydir. 1699-767-yillarda yashagan bu kishi. Ushbu mazhab o'z mohiyati, ta'limoti va qo'llagan usuli bilan jamiyatda yuz berib turgan har qanday savolga javob topishga intilgan. Ya'ni Hanafiy mazhabi yangi vujudga kelgan diniy masalalarning yechimini hal qilib bergan. Misol uchun biron bir muammo paydo bo'ldi. Bu muammoni birinchi bo'lib yechimini biz Qur'oni Karimdan izlaymiz albatta. Unda yo'q bo'lsa, hadisga murojaat qilamiz. Unda yo'q bo'lsa, ijmoga murojaat qilamiz, sunnatga murojaat qilamiz yoki qiyosga murojaat qilamizda. O'sha jihatdan demak mazhablar bir-biridan farq qiladi. Abu Hanifa og'ir vaziyatlarda odamlar uchun qulay sharoit yaratib bergan. Qiyinchiliklarni oson qilish ko'ringan. Abu Hanifa erkinlik tamoyilining homiysi edi. Tijorat va boshqa sohalarda inson huquq va erkinliklarini himoya qilib berdi. Masalan, mana turmush qurishda erkak va ayollar teng huquqli ekanligini, yetim bolalarning ham huquqlari bor ekanligini bu asoslab berdi. Huquqiy jihatdan, islom huquqi jihatidan. Ko'ryapsizlarmi? Demak, bu faqat islom huquqi jihatidan qanaqadir qaror chiqarib berishda mazhablar bir-biridan farq qiladi degan fikrimizga bitta misol bu. Demak, bu Hanafiylik mazhabi edi. Endi Abu Hanifa haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Abu Hanifa o'zi Kufalik, ya'ni Iroqning Kufa shahrida dunyoga kelganlar va Bag'dod shahrida vafot etganlar. Sunniy musulmonlar unga Imom Azam deb nom berishgan. Shuning uchun ham Hanafiylikning ikkinchi nomi Imom Azam mazhabi deyiladi. Abu Hanifa bu kishining kunyasi degani Abu degani otasi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, ya'ni Hanifaning otasi degan ma'noni bildirar ekan. Imom Azam shu qadar go'zal xulqli inson edilarki, zamondoshlari bu kishini xulqlarning eng chiroyli xulq Imom Azam xulqidir deb ta'rif berishgan. U kishi doimo chiroyli va pokiza kiyimlarda yurganlar va u kishi o'zlariga yomonlik qilganlarni ko'rganlarida bizlarni yomonlagan kishilarning gunohini Alloh kechirsin, bizlarni yaxshi ko'rganlarni Alloh rahmat qilsin deb duo qilardilar har doim. Xo'p, mana kunya nimaligini ta'rifini berib o'tishgan. Kunya degani bu arabchada ota degan ma'noni bildiradi. Ya'ni Abu so'zining qaratqichli birikmasi, ya'ni kimningdir otasi degan ma'noni bildiradi, xullas. Abu Ali ibn Sino degani Abu Ali degani Alining otasi, Abu Rayhon degani Rayhonning otasi degan ma'nolarni bildiradi. Xo'p, islom dinining yoyilishi degan joy bor mana bu yerda. Islom dinining yoyilishiga birinchidan o'sha soliqlar ham sabab bo'lgan. Shu joyni ham aytib o'tib ketay. O'sha islomni qabul qilmaganlardan olinadigan jizya solig'i bo'lgan. Bu ta'sir qilgan islomning yoyilishiga. Ikkinchidan, kimda kim islom dinini qabul qilsa va ulardan jizya solig'i olinmagan. Kimda kim juma kunlari namozga borsa, ularga 2 dirhamdan pul berilgan. Aholi dastlab islom dini uchun emas, balki o'sha pul uchun masjidlarga borgan bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik bularning ommaviy ravishda masjidlarga borishiga sabab bo'lgan. Va mana madrasalar qurilishi 9-asrda dastlabki madrasalar Buxoroda qurilgan, 8-9-asrlarda. Hattoki o'sha huquqshunoslar uchun, ya'ni islom huquqshunoslari uchun maxsus faqihlar madrasasi ham aynan Buxoroda qurilgan. Unda Qur'oni Karim va hadis ilmi, shariat asoslari o'rgatilgan. Xo'p, o'sha paytda islom ta'limotini targ'ib qilishda Buxoro shahri asosiy o'rinni egallagan. Shuning uchun ham 9-asrda Buxoro islom dinining gumbazi, ya'ni Qubbatul Islom nomini olgan shahar hisoblangan. Sekin-asta islom dini markazlashgan davlatning asosiy mafkurasiga aylangan deyilyapti.
Xo'p, endi mana bu yerda tilingni yaxshi hunar bilan o'rgatgil va muloyim so'zdan boshqa narsani odat qilmagin degan yozuv Kakavosning Qobusnoma asaridan olingan. Shu joyga ham e'tibor berasizlar. Endi bugungi kunda Markaziy Osiyoning musulmonlari hanafiylik mazhabiga e'tiqod qilishadi, ya'ni hozirgi qozoq, qirg'iz, turkman, tojik, o'zbeklar. Bundan tashqari Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Iroq, Suriya va Turkiya va Afrika mamlakatlarida ham hanafiylik mazhabi tarqalgan hududlar hisoblanadi. Ya'ni eng ko'pi hanafiylik mazhabiga e'tiqod qilishadi sunniylik musulmonlarining. Xo'sh, endi mana bu joyga ham qarab ketamiz. 2017-yilda O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan Imomi Matrudiy majmuasi Kalom ilmi maktabi Matrudiylik ta'limotining yirik vakili Abu Muin Nasafiy ziyoratgohida esa Aqoid maktabi tashkil qilindi deyilyapti. Demak, Kalom ilmi maktabi Imom Matrudiy majmuasida, Aqoid maktabi esa Nasafiy ziyoratgohida 2017-yilda ochilgan ekan. Endi ikkinchi mazhabga o'tamiz. Ikkinchi mazhab bu Molikiylik mazhabi hisoblanadi. Xo'sh, Molikiylik mazhabini tushuntirishdan oldin sizlarga bitta narsani aytib ketay. Mana mazhablarda qaror chiqarishda o'zlarining murojaat qiladigan manbalari bordi. Masalan, aytaylik, mana mast qiluvchi ichimliklarning harom qilinganligi bo'yicha qaror chiqarish kerak. Misol uchun aytaylik, aroqni olaylik. Mana hozirgi zamonaviy dunyodagi aroqni olaylik. Aroq bu insonni mast qiluvchi harom qilingan ichimliklardan bittasi. Lekin aroq mast o'sha harom qilinganmi deb bitta odam masjidga borib imomdan so'rayapti, imom domladan so'rayapti. Imom domla ha deb javob beryapti. Lekin boyaga o'tam aytibdi, axir bu haqida, aroq haqida Qur'onda yoki hadisda hech qanaqa ma'lumot berilmagan-ku. Harom deb aytilmagan-ku deyapti-da endi bu kishi. Shunda haqiqatan ham Qur'oni Karimda aroq so'zi ishlatilmagan, hadislarda ham aroq so'zi ishlatilmaganda, misol uchun mana shu shunga o'xshash nimalarda, masalalarda umuman olganda biron bir qaror chiqarishda har bitta mazhab o'zi murojaat qiladigan manbalari bor. Masalan, Hanafiylikda ham umuman olganda mana bu yerdagi mazhablarning hammasida birinchi o'rinda ular Qur'oni Karimga murojaat qilishadi. Undan keyin hadisga murojaat qilishadi. Ba'zilarida ijmoga murojaat qilishadi, ulardan keyin ba'zilarida qiyosga murojaat qilishadi. Shu bilan bir-biridan farq qilishi mumkin. O'shani hozir sizlarga mana shu mazhablar ichida aytib beryapman. Ya'ni birinchi Hanafiylik mazhabida birinchi o'rinda Qur'oni Karimga murojaat qilishadi, ikkinchi o'rinda hadisga murojaat qilishadi, uchinchi o'rinda sunnatga va hokazolarga murojaat qilishadi. Endi Molikiylikka qaraymiz. Molikiylik mazhabining asoschisi Imom Abu Abdulloh Molik ibn Anas hisoblanadi. 711-yilda tavallud topgan bu kishi. Mazkur mazhabda birinchi o'rindagi manba bu Qur'oni Karim, ikkinchi o'rinda esa hadis turadi. Molikiylik mazhabida shar'iy masalalarda Madina hayoti va odatlari ko'p hollarda ustunlik qiladi deyapti. Masalan, biz Molikiylik mazhabini qabul qila olmaymiz. Sababi Madina hayoti odatlari bizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun biz birinchi o'rinda Qur'oni Karimga va ikkinchi o'rinda hadisga murojaat qilamiz. Hanafiylikda, Molikiylikda esa ko'p holatlarda, masalan, biron bir masalada javobi Qur'oni Karimda ham hadisda ham yo'q. O'shanday holatda ular Madina hayoti urf-odatlariga murojaat qilishadi va o'shandan kelib chiqib qaror chiqarishadi. Bu mazhab Molikiylik mazhabi Marokash, Jazoir, Tunis va Bangladesh hududlarida tarqalgan. Keyingi mazhab bu Shofiylik mazhabi hisoblanadi. Asoschisi Abu Abdulloh Muhammad ibn Idris Shofiy 767-804-yillarda yashab o'tgan bu kishi. Shofiylik mazhabi fiqhiy hukm chiqarishda birinchi o'rinda Qur'oni Karimga murojaat qiladi, ikkinchi o'rinda sunnatga murojaat qiladi, uchinchi o'rinda ijmoga va keyin qiyosga murojaat qiladi. Endi men sizlarga ijmo bilan qiyos nimaligini tushuntirib beraman. Ijmo degani mana bu yerda ta'rifini berib qo'ygan. Ilk islom davrida ulamolarning bir ovozdan qabul qilgan qarorlari. Mana misol uchun bitta muammo paydo bo'ldi, uni yechimi Qur'onda ham, sunnatda ham yo'q, hadisda ham yo'q. Shunday holatda ular islom ulamolari kengash qiladida o'sha muammoning yechimini
ovoz berish yo'li orqali hal qilishadi. Buni harom deb beramizmi, halol deb beramizmi deb ovozga qo'yishadi. Shunda qaysi biri ko'proq ovoz olsa, shu qaror qabul qilinadi. Tushunarli? Endi qiyos nima? Qiyos nimaligini ham tushuntirib berib ketay. Qiyos degani, mana misol uchun aroqni misol qilib olaylik. Aroq bo'yicha qaror chiqarishimiz kerak, chiqarilish kerak. Harom degan qaror. Lekin Qur'onda ham, hadisda ham aroq so'zi ishlatilmagan. Mana shunda qiyosga murojaat qilinadi. Qiyos degani bu o'xshashlik degani. Xuddi o'sha davrda aroqqa o'xshagan insonni mast qiladigan ichimliklarga aroq qiyoslanadi-da. Xuddi aroq ham o'sha davrdagi mast qiluvchi ichimliklar singari odamni yo'ldan ozdiradigan ahvolga solganligi uchun u ham o'sha davrdagi ichimliklarga qiyos qilinib haromga chiqariladi. Tushunarli? Agar demak mana shunaqa Qur'on va hadisda nima deydi? Yechimi ko'rsatilmagan muammo bo'lsa, o'sha davrdagi bilan hozirgi zamonaviy davrdagi holatlar bir-biri bilan qiyoslanib, keyin hukm chiqarilar ekan. Tushunarli? Xo'p, Shofiylar deyapti, Hanafiylar va Molikiliklarda mavjud bo'lgan istehsonni rad qiladilar. Shofiyliklar asosan Indoneziya, Malayziya, Misr, Sudan, Keniya, Mali, Liviya kabi davlatlarda keng tarqalgan ekan. Xo'p, bu yerda mana bu istehson nima degani? Mana misol uchun shunaqa bir masalalar borki, qiyos orqali qaror chiqarilganda bir mantiqsizdek ko'rinishi mumkin yoki insonlarning manfaatlariga zid yoki adolat jihatidan nima deydi? Bir noto'g'ri qarordek ko'rinishi mumkin-da. Mana shunday holatlarda Shofiylar bu narsani rad etishadi. Ya'ni qiyosdan foydalanmaydi-da, agar shunaqa holatlar bo'lsa, adolat nuqtai nazaridan, insonlarning manfaati nuqtai nazaridan boshqa qaror ham chiqaradi. Demak, keyingisi bu Hanbalilik. Hanbalilik dini mazhabining asoschisi Abu Abdulloh Ahmad ibn Hanbal 780-855-yillarda Bag'dodda yashagan. Hanbalilik mazhabida ham birinchi o'rinda Qur'on va sunnatga murojaat qilishadi. Undan keyin ijmo va sahobalarning gaplari keyingi o'rinlarda turadi. Qiyos esa hech qanday bir iloj qolmagan taqdirdagina ishlatishga ruxsat beriladi bunda. Bu mazhab aholisi kam sonli Saudiya Arabistoni, Yaman, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt va Qatar davlatlari aholisi shu mazhabga e'tiqod qilishadi. Endi sunniylikdagi to'rtala mazhab ham bir-biri bilan teng. Mazhablar an'anaviy diniy huquqiy doiradan chiqmagani holda shariat masalalarida yengilroq yoki qattiqroq hukm chiqarishi bilan bir-biridan farq qilinadi deyilyapti mana. Xo'p, mana 8-9-asrlarda musulmonlar orasida Qur'on oyatlari va hadislarni noto'g'ri tushunadigan toifalar paydo bo'ldi. Mana misol uchun sizlarga yana ham tushunarli bo'lishi uchun bitta misol aytaman. Mana misol uchun Odil yomon bola emas. Mana shu gap bolalar, Odil yomon bola emas. Bitta odam eshitdi, Odil yaxshi bola ekan degan xayolga bordi. Bitta odam eshitdi, Odil yomon bola emas ekan, u yomon ekan degan xayolga bordi. Lekin yozuv bir xil, tushunish ikki xil, ko'rasizlarmi? Xuddi shunaqa toifalar paydo bo'ldi-da. Aynan mana shunaqa toifalar paydo bo'lganda ularga raddiya berish uchun islomda ta'limotlar paydo bo'ldi. Islomda asosan ikkita ta'limot bor. Birinchisi Matrudiya ta'limoti, ikkinchisi Ashariya ta'limoti. Biz hozir birinchi Matrudiya ta'limotini ko'ramiz. Mana shu islom dinidagi, Qur'oni Karimdagi nimalarni buzib talqin qiluvchilarga Abu Mansur Matrudiy samarqandlik bo'lgan bu kishi. Raddiyalar berib chiqqan, o'zining asarlari bilan mamunaqa bo'ladi, mamunaqa talqin qilish kerak deb chiqqan bu kishi. Shuning uchun Matrudiy ta'limotining asoschisi hisoblanadi. Matrudiy ta'limotiga ko'ra, inson hayotiy imtihonlar uchun yaratilgan. Shu bilan bir vaqtda unga ushbu sinovlardan muvaffaqiyatli o'tish va to'g'ri yo'lni topish uchun keng imkoniyatlar ham berilgan degan g'oyani ilgari suradi. Xo'p, inson o'z xatti-harakatlarini tanlashda ixtiyoriydir. Ya'ni xohlasang savob ishlar qil, xohlasang gunoh ishlar qil, o'zing tanlaysan. Buyuk alloma o'z qarashlari bilan Hanafiylik ta'limotining Turon xalqlari, an'analari, urf-odatlari bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatib beradi. Eng e'tiborlisi islom olamining aksariyat mintaqalarida Suriya, Iroq, Turkiya, Pokiston, Hindiston, Shimoliy Afrika kabi mamlakatlarda Matrudiylik ta'limoti hozir ham oliy o'rta ta'lim tizimida diniy o'quv yurtlarida mustaqil fan sifatida
o'qitilib kelyapti. Abu Mansur Maturudiyning maqbarasi Samarqandda joylashgan, esdan chiqmasin. 2000-yilda Maturudiyning 1130-yilligini nishonlangan. Ikkinchi ta'limot bu Ashariya ta'limoti hisoblanadi. Uning asoschisi Abul Hasan Ashari 873-936-yillarda yashagan bu kishi. Imom Ashariy umrining yarmini adashgan oqimlarga qarshi kurashishga bag'ishlagan. Ashariya ta'limoti ham sunniylik aqidalarga muvofiq ta'limot hisoblanadi. Ushbu ta'limot ham Mutaziliya, Qadariya, Jabariya kabi adashgan guruhlarning aqidaviy g'oyalariga qarshi turgan. Ashariya ta'limoti asosan Iroqda, so'ngra Saljuqiylar hukmronligi davrida Xurosonda ham rivojlangan. Tushunarli? Endi mana bu yerda tasavvuf haqida ma'lumot berilgan. Xo'p, tasavvuf degani chin mohiyati nafsni poklash, axloqni sayqallash, ma'naviy kamolatga erishish degani tasavvuf. Endi mana shunaqa bo'lish uchun bir qancha yo'llar borda. Bu yo'llar tariqat deyiladi. Ya'ni inson o'zini nafsini poklash uchun, ma'naviy kamolatga erishish uchun bir qancha yo'llar orqali borish mumkin. Bu yo'llar tariqat deyiladi. Bizda 3 ta tariqat bor. Yastaviya tariqati, Kubroviya tariqati va Naqshbandiya tariqati bor. Shu joylarni hisob qilsak, keyin tasavvuf va unga o'zakdosh bo'lgan sufiy, mutasavvif atamalarining kelib chiqishi arab tilidagi jun, yung ma'nolarini bildiruvchi suf so'zdan olingan ekan. Demak, mavzuyimiz mana shulardan iborat. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.